Bolalar oldindan ogohlantirib qo'yapman. Ro'za kelyapti, iftor qilamiz, pul to'plab turish, pul bo'lmay qoldi deyishmasin deb oldindan ogohlantiryapman. Shu iftor bahana to'planaylik, bo'lmasa oxirgi marta to'plangan paytimiz biz Zaporoj Zaks mashina edi, shundan keyin to'planmadik. Har xil bahonalarni yotmaydalik. Ishonamdan ulashmadi deyishmagin. Lyuboy nachalnik 30 kun ichida ichi bir marta ruxsat beradi. Bu uka borib kela iftorga bo'lsa deydi. Xristian emasdir har holda. O'zbekchani tushunmanga o'g'ri so'zsa ham nachalnikga post berishal desang chiqaraveradi. U soat nechidaligini bilmay qoladi degan bahana ham o'tmaydi. Bu iftor bu. Peshindan chiqishga bo'lmaydi. Kech payti bo'ladi. Har safargida qanaqa ovqat yeyishni kelisha olmasdan Telegram gruppadan nari tarqab ketishimga yo'q. Ro'za tutib kelsang, lyuboy ovqat shirin bo'ladi. Hamma tutib kelgan, haligi og'iz ocharga 3 minut qo'yganda hamma lo'hib o'tirganda bir kishi chekadek yer yangarib maydalab o'tirganda hech kim yemaydi. Hamma tutib, bolalar tutishgan, to'g'risi. So'kinishmaysan, ichishmaysan, chekishmaysan, chiroyli yurishasan, ha? O'zi yilda qolgan 12 oyda odam o'ldirib qo'yishmayapsan, xolos, to'g'risi. Shu ro'za ichib